بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم حرمة جماعة مصر. إن شاء الله bugün İslam dininin dünyaya kelişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge ilk bora ayetlerine nazil bo'lişi ve o qaysi oyatlar? Ana şu oyatlarga to'xtalamiz. Ve bu oyatlar, yani Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil bo'lishida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in qanday holatlar kuzatilgan? Mana shular to'g'risida suhbatlashamiz. Ma'lumki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yoshga yaqinlashganlarida u zot o'zlarining tabiatlarida bir qancha o'zgarishlarni sezib qoldilar. Ya'ni avvalgi odamlarga qo'shilmay qo'ydilar. Xoli yurishni, odamlardan uzoq bo'lishni xohlab qoldilar. Bu uzoqlik hattoki nima qildi? U zotni chekkaroq joylarga, tog'larning ustiga chiqib ketishga undadi. Birov bilan suhbatlashishni yoqtirmay qoldilar. O'zlari yolg'iz, xotirjam bir chetlarda ibodat qilishni xohladilar. Hattoki o'zlarining ayollari bo'lmuş Hadija onamizni ham yonlariga olmadilar. Shundan ham uzoq bo'lishni xohladilar. Balki Hadija onamiz aytadilar-ki, u zot haqida Rasululloh alayhisalom 40 yoshga yetganlarida Hiro g'origa borib ketardilarda, ba'zida bir hafta, ba'zida 10 kun, ba'zida bir oygacha cho'zilib yo'q bo'lib ketardilar. Kelardilar, uydan oziq ovqatni olib, bir hafta, 10 kun, bir oyga yetgulik oziq ovqatni olib, yana qaytib g'orga chiqib ketardilar dedilar. Qarang, mana shu yolg'izlikni xohlab qolgan ekanlar. Holbuki Payg'ambar alayhisalomda bir ilm yo'q edi, shug'ullanib turay uyga chiqib desa, bir kasb yo'q edi, hali savdogar edilar, g'orda savdo qilib qo'ymaydi yolg'iz. Boyaki qo'y boqqanlar, g'orda yolg'iz qo'y boqib bo'lmaydi. Nima qildilar? O'zlari yolg'iz Ibrohim alayhisalomning diniga muvofiq, ya'ni Ibrohim alayhisalom dinidan ayrim ko'rinishlari qolgan edi. Shu ko'rinishga binoan Payg'ambar alayhisalom g'orda ibodat qilib o'tirardilar. Allohga. Shunda Alloh haqida o'ylardilar, turli xil xayollar kelardi. Bu dunyoni yaratuvchisi borligi haqida o'ylardilar. Payg'ambar alayhisalom g'orda turli xil jihatlarni o'ylab turgan va yolg'iz qolgan kunlardan birida u zotning huzuriga birinchi bor Jibril alayhisalom keldi. Kelib u zotni mahkam quchoqladilar. Payg'ambar alayhisalom o'zlari keyinchalik aytib beradilar-ki, Jibril meni shunday qattiq quchoqladiki, bo'ldi, endi men o'lsam kerak deb o'yladim. Shunchalik qattiq quchoqlaganidan, mahkam ushlaganidan Payg'ambar alayhisalom bo'ldi, endi meni shu qisib o'ldiradi deb o'yladim degan. O mana shu yerda Jibril alayhisalomning birinchi so'zlari Iqra ya Muhammad, o'qi ey Muhammad bo'ldi. Demakki, mana shu yerdan ko'rinib turibdiki, islom dini bu faqatgina ilm dini, ma'rifat dini ekanligi. Hech qayerda birinchi so'zni o'qi deb boshlanmagan avvalgi kitoblarning birortasi. Faqatgina Qur'oni Karim islom dini aynan o'qish kerakligi, ilm, ma'rifat dini ekanligini ko'rsatib nozil bo'ldi. Shunda Payg'ambar alayhisalom ma ana biqari'in, ya'ni men o'qishni bilmayman dedilar. Haqiqatan hammamizga ma'lumki, Payg'ambar alayhisalom na o'qishni, na yozishni bilardilar. Ikkinchi bor yana qattiq qisdilar Jibril alayhisalom. Qattiq qisqalarda yana avvalgidan ham og'irliroq bo'ldi bu safar Payg'ambar alayhisalomga. Qarang. Yana o'qi ey Muhammad dedilar Jibril alayhisalom.
Payg'ambar alayhisalom yana o'qishni bilmayman degan avvalgi javobini qaytardilar. 3 bor Jabroil alayhisalom mana shunday quchoqladilar Payg'ambar alayhisalom. Mana shu yerdan ulamolar hukm olishadiki, ilm, ma'rifat oson narsa emas. Hatto payg'ambarga kelish ham oson bo'lmadi-ku. Qaysi bir ma'noda Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Bo'ldi, endi o'lsam kerak dedilar. Shunchalik jonlari qiynalgan. Demak, ilm yo'li, ma'rifat yo'li mana shunday bosqichlarni bosib o'tadigan yo'l ekanligini aytdik. Va 3 bora qisganlaridan keyin Jabroil alayhisalom Alloh taolaning oyatlarini, ya'ni Alaq surasining ilk 5 oyatini qiroat qilib berdi. İlk 5 oyati mana shu joyda, shu holatda Payg'ambar alayhisalomga nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom o'qilgan oyatlarni unuta olmadilar. Xohlasalar ham esdan chiqmaydigan bo'lib, bir eshitganda o'rnashib qoldi. Garchi cho'chib, qo'rqib turgan bo'lsa-da, Payg'ambar alayhisalom oyatlar u zotning qalbiga o'rnashib qolgan edi. Payg'ambar alayhisalom inson bo'lganliklari tufayli balki mana shu oyatlar nozil bo'lganda u zot biroz cho'chirdilar. Menga qandaydir bir ins jinlar yaqinlik qildimikan, yaqinlashdimikan, menga bular bezor qildimikan deb biroz cho'chigan vaqtlar ham bo'ldi. Demak, mana shu islom dinining ilk boshlanish sanasi, ilk boshlanish holati edi. Bu aynan Hiro g'orida sodir bo'lgan edi. Oyatlarga to'xtaladigan bo'lsak, Alloh taolo birinchi oyatda rahmatladiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Iqra bismi robbikallazi xalaq. O'qing. Robbingizni ismi bilan o'qing. Ya'ni Robbingizni ismidan yordam so'ragan holda o'qing. Mana biz har bir ishda basmalani bismillahirrohmanirrohim aytamiz, to'g'rimi? Demak, mana shu aynan Qur'oni Karimning ilk nozil bo'lgan oyatga muvofiq. Robbingiz ismidan yordam so'ragan holda, Robbingizdan madad so'ragan holda o'qing dedi. U qanday Robb? Albatta Robbingiz degandan keyin Robbni qanday zotligini keltirish kerak. Allazi xalaqa insana min alaq. Ya'ni u shunday zotki, barcha narsa, mahluqotlarni yaratuvchisi bo'lgan zot. Shu bilan birgalikda insonni ham yaratgan zot. Nima uchun inson so'zini barcha yaratilgan narsalardan degandan keyin ham alohida zikr qildi Alloh taolo? Chunki dunyodagi barcha yaratilgan narsalarning ichida eng muqaddas bu inson. Zeroki dunyodagi barcha yaratilgan mahluqotlar insonning manfaati uchun xizmat qiladi. Hattoki biz yashab turgan yer yuzi ham bizning manfaatlarimiz uchun xizmat qiladi. Tabiiy boyliklarni beradi, suv, ichimliklarni beradi, yoki boshqa hayvonotlar. Barcha hayvonlar insonning foydasi uchun, manfaati uchun xizmat qiladi. Shuning uchun ham Alloh taolo insonni alohida keltirdi. Xalaqal insona min alaq. Inson shunday aziz, mukarram mahluqot bo'lishi bilan birgalikda bir parcha lahza qondan yaratgan ham, alaqadan yaratgan ham alohida keltirdi. Nima uchun? Inson hamma mahluqotlarning ichida eng zo'ri men ekanman deb kibrlanib ketmasin. Zeroki uning yaratilish joyi bir parcha lahza qon, bir parcha najosatdan edi degan Allohning urug'i berib qo'ydi. Iqra va robbukal akram. Ya'ni kim o'qing. Holbuki sizning Robbingiz eng karamli zot. Karimun degan so'zi o'ta darajada juda ham saxiy insonga nisbatan ishlatiladi. Saxiy bor, karim degan saxiylik bor. Karim o'zida bor narsani hammasini o'ylanib o'tirmay berib yuboradigan odamga nisbatan aytiladi. Alloh taolo shunday karim zot. U zotni xazinasi hech qachon kamayib qolmaydi. Alloh taolo bandalariga qancha ko'p bersa, uning obro'si ham tushmaydi, mol va dunyosi ham kamaymaydi. Hammasi Alloh taoloning, zero biz ham Alloh taoloning. Shuning uchun o'qing, ya'ni Robbingiz karomatli zot. Va shu bilan birgalikda nima qildi? Shunday karomatli zotki, insonni barcha mahluqotlar ichida mukarram, aziz qildi. Hattoki dunyodagi eng go'zal mahluqotlar, Alloh taolaga eng yaqin bo'lgan farishta Jabroil alayhissalomdan ham kerak bo'lsa ayrim insonlarni ustun qildi. Masalan, payg'ambarlarni.
Demak, payg'ambarlar eng buyuk farishtalardan avlo bo'lsa, oddiy insonlar boshqa farishtalardan avlo ekanligi bilinadi. Alloh taolo insonni shunday aziz va mukarram qildi. Shunday zot ekan. Allazi allama bil qalam. Yana u zot shundayki, insonga qalam yordamida ilm berdi. Qalam vositasida yozishni o'rgatdi insonga. Qalam vositasida yozilgan ma'lumotlarni o'qishni o'rgatdi insonga. Demak, Alloh taolo shunday zotki, barchaga birdek ilm o'rgatgan va ilmga targ'ib qilgan zot ekan. Mumkin edi Alloh taolo oyatlarning birinchisida kofirlarni yo'q qil, va yoki falonchilarga qarshi urush qoch, va yoki savdogarlik bilan shug'ullan, va yoki mana bu ishni amalga oshir desa ham bo'lardi Alloh taolo. Lekin Alloh taolo nimani tanladi? O'zining oyatlarining boshlanishida ilm, ma'rifat o'rganish kerak ekanligini tanladi. Allamal insana ma lam ya'lam. Va Alloh taolo insonga bilmagan narsalarni ham o'rgatdi. Haqiqatan Nuh alayhissalomni olaylik. U zotning zamonigacha birorta inson kema yasab ko'rgan edimi? Yo'q. Suvni ustida katta tonnalik kilogramm og'ir narsalar shunchaki suzib yurishni birov xayoliga keltirgan edimi? Yo'q. Alloh taolo nima qilib o'rgatdi? Nuh alayhissalom sahroning o'rtasida suvning u yerga suvning yetib kelishi hech kimni xayoliga kelmagan joyda kema yasadi va suvda suzdi. Oyoqi yaqin zamonlargacha osmonlarda uchib yurgan qush kabi uchib yuradigan samolyot deymizmi, vertolyot deymizmi, shunga o'xshagan texnikalarni uchib yurishlarini xayoliga kelgan edimi? Birorta sahobani xayoliga kelgan deb o'ylaymizmi? Faqat sahoban, tobiinlarning ham xayoliga kelmagan bu ishlar. Alloh taolo nima qildi? Bilmagan narsasini insonga o'rgatdi va yana o'rgatib kelmoqda. Bunday kashfiyotlar, go'zalliklar hammasi mana shu oyatning ichiga tushadi va bu oyatning hukmi albatta qiyomatgacha davom etar ekan. Mana shu yerda inshaalloh 5 oyat bilan bugun mav'izamizni tugatamiz inshaalloh. Keyingi suhbatimizda surani ham oxirigacha qilamiz. Bu yergacha bo'lganimizning sababi islomning aynan boshlanishi mana shu 5 oyat bilan bo'lganligi uchun biz ham Alloh taoloning ushbu sunnatiga ergashgan holda, Alloh taoloning sunnatidan tabarruklangan holda mana shu yergacha tanladik. Inshaalloh Alloh xayrli, barakatli qilsin bo'lgan mav'izalarimizni, barchamizni ilmda, ma'rifatda bir-birimizdan musobaqalashadigan darajadagi solih zotlardan bo'lishimizni o'zi nasib aylasin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.